Salom Jitil, nimadir bo'ldimi? Nimaga meni kechqurun uyg'otyapsan? Shoh, meni eshit. Hozir bizda juda ham yomon ish bo'ldi. Nima bo'ldi? Bizda bitta Jitil vafot etdi. Nima? Qanday bunday bo'lishi mumkin? Yur, o'zing ko'r, yur chiq biz bilan. Ha, hozir boraman. Faqat meni kutib turinglar, xo'pmi? Xo'p, tezroq chiq. Xo'p, hozir chiqaman. Hammaga salom do'stlar, sizlar bilan men Shoh do'stlar. Hozir juda ham yomon yangilik bo'pti. Biz nima ham qilardik? Hozir tezroq chiqaylik yonlarga. Telefonni ham olamiz. Endi jitillar topishimiz kerak, sababi bu jitillar nimadir boshlagan va qandaydir jitil vafot etgan. Bu yoqda yorug'likmi, ketdik o'sha yerga borib ko'raylik. Mana jitillar hamma shu yerda to'plangan ekan. Jitillar, nima bu o'sha jitillar tobutimi? Juda ham yomon holat-ku bu. Ha, Shoh, juda ham yomon holat. Endi nima ham derdik? Hamma jitillar hayoti har xil. Ha, to'g'ri do'stlar, bu ham juda ham yomon holat. Endi nima ham qilardik? Jitillarga bitta narsa aytishim kerak. Uzr. Jitillar bu yerda to'planib turgandan umuman foyda yo'q. Hamma o'zini uyiga tarqatsin. Sababi juda ham kechqurun uyga borib uxlash kerak. Bu masalaga ertalab to'xtalamiz. Nima bo'ldi o'zi? Qanday bunday hodisa bo'ldi? Yana yarim tunda bo'lganini qaranglar. Ha, mayli. Unda tezroq uylarga tarqalinglar. Yana bu yerda turib kechqurun bilan shu yerda o'tkazmanglar tunni. Dam olinglar, sizlar ham juda ham charchagansizlar. Do'stlar, juda yomon holat-ku. Nima ham derdik endi? Endi qanday uxlayman? Jitil. Bizda har bitta fuqaroni o'rni boshqacha edi. Telefonni joyiga solib qo'yamiz va biroz dam olamiz va bu masalaga ertalab to'xtalamiz. Jitillar uyiga tarqalgan bo'lsin desh qilib. Mayli do'stlar, dam olinglar. Shoh, bu yoqqa chiq, Shoh. Obbo, yana kim meni bezovta qilyapti? Axir to'liq uxlamaganman, charchaganman, kun ham og'ir botgan. Obbo, jitilmi yana? Jitil, yana nima bo'ldi? Yana nega meni bezovta qilyapsan? Axir men uxlayapman-ku. Shoh, iltimos yurmay bilan. Yana nima bo'ldi? Yana nima boshlading, Jitil? Shoh, yur, iltimos yur. Xo'p, hozir telefonim ovoling, iltimos. Hozir Jitil yoniga boraylik, do'stlar. Jitil o'sha ketib bo'pti-da. Mayli, qayerda ekan Jitil? Obbo, yana nimani sodir qildi ekan? Nima bu yoqda ekan Jitil. Jitil, nimaga? Jitil, mana bu yerdagi tobut qani? Jitil, nima bo'ldi? Shoh, eshit. Qara, bu yerdagi tobut yo'qolib qoldi. Birdaniga hamma uyga tarqagandan keyin qanaqadir qo'rqinchli ovoz eshitildi va biz chiqib qaraganimizda bu yerda tobut yo'q ekan. Mana bu yerda faqat sham bor ekan. Va boshqa jitillar qo'rqqanidan uyiga kirib ketishdi. Bu yerda faqat men va sen. Nima? Shunaqasi ham bo'larmikan? Turgan narsa joyida turmaydimi? Qanday bunday bo'lishi mumkin? Men aqlimga sig'mayapti. Qanday? O'zim ham hayronman. Jitil, nima bo'ldi ekan? Mayli, o'ylamaymiz. Jitil, yaxshi sen o'zing uyingga borgin. Hadab meni bezovta qilmakin. Bu narsaga alohida to'xtalamiz. Yana kimlardir nimadir qilib prank qilayotgan bo'lishi mumkin-ku, hazil qilish ham mumkin-ku, to'g'rimi? To'g'ri, Shoh, to'g'ri aytyapsan. Unda uyingga bor, mana shamni ham iloji bo'lsa olib ket, bu yerda turmasin, yorug' bo'lib turmasin. Iltimos, uxlashga qo'ygin. Ertalab to'xtalamiz. Qanaqadir kimlardir qandaydir hazil qilayotganga o'xshaydi do'stlar. Bu jitil esa hozirgina salgina hazilga meni uyg'otaveradi. Shuning uchun yana telefonni solib qo'yamiz, yana uxlashni davom ettiramiz. Nima bo'ldi bu do'stlar? Nima qanaqa ovoz edi? Voy, yuragim chiqib ketdi. Qo'rqib ketdim. Kimdir baqirdimi? Do'stlar, sizlar ham eshitdinglarmi? Hozir shu atrofda kimdir baqirdi. Yo'q, kim baqirdi ekan? Voy, yuragim chiqib ketdi. Atrofda tekshirib ko'rishimiz kerak. Kimdir baqirdi. Ko'raylik. Ovoz mana shu taraflardan keldimi? Mana shu taraflardan keldi. Mana shu taraflar.
Nima Jitil? Jitil senga nima bo'ldi? Nimaga Jitil bu yerda yotibdi? Uyg'on Jitil. Uyg'onsang-chi. Yo'q, Jitil senga axir nima bo'ldi? Qanday? Bunday bo'lishi mumkin? Yo'q. Qanday bunday bo'lishi mumkin? Qanday bunday bo'lishi mumkin? Buni hozir kim qilgan bo'lishi mumkin? Xavotirlanmang. Albatta hozir jazosini beraman kim qilgan bo'lsa ham. Shoshilmang. Jitil, nimaga kechqurun ko'chada yuribsan? Men qo'rqitib yubording-ku. Shoh, sen ham eshitdingmi? Qanaqadir ovoz eshitildi. Kimdir baqirdi. Ha, kimdir baqirdi. Hozir ana tobut bor joyga borgin. Qandaydir Jitil vafot etibdi. Nima? Qanday bunday bo'lishi mumkin? Bilmayman, korotcha o'sha yerga borib ko'r, keyin gaplashamiz. Hozir men uyimga kirib qurollarimni olib chiqay. Do'stlar, hozir qurollarimizni olishimiz kerak. U yerda kimdir bor. Nimadir bo'lgan. Jitil qanday bo'lmasa, bunday vafot etishi mumkin. Axir hammasi joyida edi-ku, boya jitillar bilan yig'ilib o'sha yerda gaplashib turdi. Mana bu narsalarimizni olamiz. Kim o'tgan videolar ko'rmagan bo'lsa, ko'ringlar do'stlar, tavsiya qilaman. Sababi bu narsalar o'tgan videolarda oluvdik. Mayli. Hozir tashqariga chiqamiz. Ketdik. Hozir bu ishni kim qilgan bo'lsa ham otib tashlayman. Meni yaxshilik kutmasin. Jitil, o'lik qani? Jitil, bu yerdagi o'lik qani? Hoy, shoh, nima vahima qilasan? Hech qanday o'lik yo'q-ku, Jitil ham yo'q, qon ham yo'q, hech nima yo'q-ku. Nimaga boya shu yerda Jitil yotuvdi, mana shu yerda, mana bu tarafga qarab yotuvdi-ku. Mana bu yerlar qon edi, mana bu yerlar qon edi. Qanday bu yo'q bo'lib qolishi mumkin? Menimcha seni toming ketib qolibdi, shoh. Yaxshisi biroz uxlab olgin, xo'pmi? Sen davomasang bo'lmaydi. Balki shunaqami ekan. Meni ko'zimga ko'rindi deb o'ylaysizlarmi do'stlar? Mana shunaqa emas. Aniq men ko'rdim-ku. Axir mana shu yerda Jitil yotuvdi. Vafot etgandi. Nima ham derdi? Rostdan ham bu Jitil gapiga quloq solsam, meni tomim ketyapti. Mayli Jitil, sen ham uyingga bor. Do'stlar, nimaga qanday bo'lishi mumkin? Axir o'sha yerda bor edi-ku. Mayli. Biroz rostdan ham dam olmasam bo'lmaydi. Yana kimdir baqirdimi? Sizlar ham eshitdinglarmi do'stlar? Menimcha rost kimdir bizga prank qilyapti. Hozir mana narsalarni kiyib kim bo'lsa ham hozir tashqariga chiqib otib tashlayman degan. Shunaqangi asabimni buzyapti. Sababi uxlab yotganda men turg'izaverdim. Kim ekan? Kim mana shu yerlardan hozir ovoz eshitildi. Otib tashlayman ekan, ishonlaring. Chiqlaring-da bu. Kel, bitta kel. Davay, kel. Kim bu? Nima? Kim? Do'stlar, tepada kimdir turibdi. Hozir chiqamiz do'stlar. Kimdir hozir qilayotgan bo'lsa ham hozir chiqib otib tashlayman lekin. Nima? Qani? Mana qani u? Hozir shu yerda turibdi. Nima? Kim bu do'stlar? Nimaga bizga qarab turibdi? Nima? Yaqinroqdan ko'rish iloji yo'qmi? Yaqinroq boring, yaqinroq. Yo'q. Voy boshim. Voy Jitil. Meni uyg'otyapsanmi? Ha, shoh. Nimaga bu yerda uxlab qolding? Nima? Men bu yerda uxlaganim yo'q. Voy, kecha nima bo'ldi o'zi? Esimda ham yo'q. Shoh, qanday bu yerga kelib qolding? Jim tur Jitil, men qayerdan bilaman? O'zimni ham yodimda yo'q bu yerga qanday kelib qolganim. Esladim, ammo bu yerga qanday kelib qoldim? Shoh, sen biroz dam olishing kerak. Yaxshi, uyga kirib yot. Nima ustimdan kulyapsanmi? Tuni bilan mana shu yerda yotganman-ku. Mayli, o'zim uyimga kiray. Jitil charchaman. Boshim, shunaqangi boshim og'riyapti. Mana bu bilan voy, buni solib qo'yaman. Bular menga umuman kerak emas. Bular nima qilaman?
Va endi mana buni olamiz. Biroz telefon ko'raylikchi. Bugun sana 14-soat ertalabki 10. Oho, ancha uxlab qo'yibman-ku tashqarida. Nahotki? Mayli. 10 bo'lgan bo'lsa ishlarim hali ber qilmabman, qilishim kerak. Bu yerdagi jitil o'sha ketib qoldimi? Mayli. Bular hali o'smabdi, demak bu yerdan boshlayman. Bularni doimgidek bularni olaman va kimga do'konchiga sotaman. Do'stlar, kecha nimalar bo'lgan to'g'risi unchalik ham yodimda yo'q. Keyin jitillardan so'rab bilib olaman. Nima bo'lganini. Nima bo'lganini. Nima? Hammaga salom do'stlar, mening ismim Umikov va yangi videoga xush kelibsizlar do'stlar. Ko'rib turganingizdek bizda tun, chunki nima deb o'ylashingiz mumkin, men ishga kech qoldim. Kechasi bilan